Yunusobod tumaniga yetib keldik. Zafar akani tanishtiraman. Assalomu alaykum. Ichkariga kirib, bemalol ko'rib, Ketdi. bambuk materiallardan foydalanadi. Mos kelgani uchun mashinada ishlatishga majbur bo'lgan. Bunda qanaqa qilganda qirilish ehtimoli bor. Narxi ham o'rtacha Основа devor, tekstil, nimalarga 5 yil turib bersa, bu 10 yil turib beradi. Standart, komfort, premium. Qiziqarli ma'lumotni olish uchun uy quramizga a'zo bo'lib qo'ysangiz, mana bu narsalarni chiqazib boramiz. Assalomu alaykum hammaga. Uy quramizda bugun Yunusobod tumaniga yetib keldik. Hamshahar degan sotuv bo'limini ichkari showroom tomonlarini polni remontini qilib berganmiz. Hozir sizlar bilan Zafar akani tanishtiraman. Assalomu alaykum Zafar aka. Bu yoqda nima ishlar qilinganini bitta ko'rsatib berasizmi o'zingiz? Ko'rsatib beramiz. Xudo xohlasa, bu Hamshaharlar degan qurilish kompaniyasini sotuv ofisi. Bu bizani brigadadagi bizani bo'ldi. Bu yerda sotuv ofisini ichkaridagi dekor ishlari bilan shug'ullanishga vaqt davomida ichkariga kirib, bemalol ko'rib, baho berishingiz mumkin. Qani sotuv ofisi bizani kutish zali deyiladi. Shunaqa hisobda, shu proyekt bo'yicha shunaqa berilgan. Shu kutish zalida mana shu barlari, barning stoykalari deyiladi. Shulardan chiqib, shu hammasi qat'iy dizayn asosida, dizayndan qochmagan holatda hammasi shu ishlar bajarilgan. Bolalar ancha mehnat qilishdi, ko'rsatdi. Qo'ldagi dard ko'rmasa, ancha mehr bilan ishlashgan. O'zingizlar ko'rib turgansizlar qanaqa chiqqanini rahmat. Bitta kamchiliklar, muammolar haqida gaplashamiz. Misol uchun mana shu avalning qilinayotgan joyi oddiy qilingan joydan nima farqi bor? Bukilayotganda qanaqa qiyinchiliklarga uchraladi, qanaqa materiallardan ishlatilishi kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa dizayn asosida qilinadigan перегородкалар bo'ladimi yoki devorlar bo'ladimi, qanaqadir dizaynli detallar bo'ladimi, bunaqa avallarni chiqarish uchun yoki bunaqa 45 gradusli ugullarni chiqarish uchun asosan bambuk materiallardan foydalaniladi. Bambuk materiallardan foydalanayotganda bunaqa avallarni chiqarish uchun asosan 5 millimetrli bambuk paneldan foydalansa maqsadga muvofiq bo'ladi. 5 millimetrlidan baland bo'lgan 8 millimetrli bambuk panellardan bunaqa forma berish, bunaqa aval qilish, keyin bunaqa 45 gradusli bukishlar qiyin bo'ladi. Bundan tashqari har bitta olayotgan bambuk paneli sifatiga e'tibor berishimiz kerak. Bambuk paneli tarkibi 100% bambukdan bo'lishi shart. Endi hozirgi paytda O'zbekistonda chiqayotgan, olib keltirilayotgan bambuk panellarni aksariyat qismida narxini, себестоимость narxini tushirish uchun 70% bambuk tarkibiga 70% bambuk ishlatishyapti, 30% PVX aralashtirilyapti. Bunaqa materiallardan, bunaqa mahsulotdan, bunaqa formadan berilayotganda kutilgan natija chiqmaydi. Bukilganda yo treshina beraveradi, yorilib ketadi yoki mana shunaqa avalni bukilayotganda shunaqa dizaynda qanday bo'lsa shunday chiqish qiyin bo'ladi. Narxiga imkoniyati ham yo'q darajada. Narxiga uchun tanlanib qolish kerak emas. Sifatli bambuk paneldan foydalanishsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu yoqda bambuk uy panel nimalar bilan qo'shib kombinatsiya qilinganmiz. Misol uchun mana bu yoqni aytaylik. Endi masalan bambuk panel bilan kombinatsiyasi katta объемli joylarda, har xil joylarda bambuk panel kombinatsiyasi har xil bo'ladi. Masalan, mana shu joyimizga to'xtaladigan bo'lsak, bu joyimizda bu MDF apshipka, bu gips kartondan bo'lgan apshipka. Gips karton uchun ekiplik deyishadi, ko'pchilik o'sha sekin xabar bor, ekiplik deyapti. Bu yog'i MDFdan qilingan apshipka. Shular bilan kombinatsiya qilgan holatda shunaqa dizayn kelib chiqqan. Nima sababdan misol uchun shu narsani bambuk paneldan chiqarsa ham bo'ladi. Endi sababi yo'q edi. Sababi endi shunga to'xtalishga majbur bo'lganmizki, dizaynda berilgan rang. Dizaynda berilgan shu rang bambuk paneldan emas, mana shu holatdan to'pilgani uchun, mos kelgani uchun mashinada ishlatishga majbur bo'lganmiz. Asosiy joylari asosan sotuv bo'limimizning ichkaridagi nima deydi, переговорочный zalda deyiladi. Shu переговорочный zalda asosan bambuk panellardan foydalanganmiz. Kirib ko'rishimiz ham. Hozir buni kamchiliklari, plyus tomonlarini aytib o'tganimiz. Bu ekoplit, bu gips karton bo'ladi, ustiga aboy qoplangan, tez bitadi. Bittadan uni minus tomoni, bunda qanaqa qilganda qirilish ehtimoli bor. Narxi ham o'rtacha yaxshi chiqadi. MDFdan qilinganda MDF narxi ozgincha qimmatroq bo'ladi. Hozirgi kunda eng trendga chiqayotgan, ommalashayotgan narsa bu bambuk panel bo'ladi. Bambuk panel necha xildagida bor? Siz bilganingiz. Endi bilganimiz shu hozir mana ichkariga ko'rsatamiz. Menimcha bir 100 xildan oshiq rangi bor.
hozirgi paytda adashmasam bir 100 xilga yaqin bo'lib qoldi, lekin hozir oxirgi mana shu 1 yil ichida ancha ommalashib ketgandan keyin buni anaqalari ham, rasvetkalari ham, boshqalari ham ko'payib anaqa bo'ldi. Bu sotuv bo'limi ekan. Sotuv bo'limini dizaynga qarab remontini qilib berilgan. Mana bu yerda ko'rayotganingizdek bambuki paneldan ishlatilgan. Bambuki paneli bitta plyus tomonlari shundoq olib keladi. Quruq devoringizga shundoq qoplasangiz bo'ldi. Mana bu qirralari ham, burchaklari ham idealni chiroyli chiqib ketadi. Ham udargacha deydi, hamda o'shasi qirilish ehtimoli katta bo'ladi. Buni mana oti nima edi mana shu narsasini? Bu ma'lumot beradigan bo'lsa, bu furnitura hisoblanadi. Har bitta bambuk panelni bir-biriga qo'shayotganimizda, ulayotganimizda o'zini soediniteli bo'ladi. O'sha 5 mmlik panelga 5 mmlik soedinitel, 8 mmlik panelga 8 mmlik soedinitel ishlatiladi. Bu soedinitel ham dizayn asosida qilinganda bundan o'zgacha kod beradi. Buni qora ranglari bor, shu bronza ranglari bor. Ba'zi bir brendlarda shunaqa soedinitellar chiqarishgan, bu soedinitellar panellar rangi bilan почти bir xil bo'ladi. O'sha panel ustanovka jarayonida mana shu soedinitellarsiz ish bitmaydi. Shuning uchun soedinitellarni qo'yishimiz shart bu narsa. Shunga qarab dizaynlarni xohlaganingizcha chiqarib olsangiz Endi bu bo'ladi. dizaynlar ko'p. Bitta shu narsa bilan alohida variant qilib tashlasa bo'ladi. Chiroyli vid berib turadigan narsasi bu bo'ladi. Bu siz bambuki panelni bir-biriga keltirish juda qiyin hisoblanadi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, qanaqa vid berayotganda, qanaqa ko'rinish beryapti, shu bo'lishi, chiqishi, shunga o'xshab. Mana qarang, bambuki panel qo'yayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Misol uchun mana shunaqa joylar, mana bambuki panel jarayonida birinchi e'tibor beradigan narsa основа deydi. Devor tekisligiga e'tibor berish kerak. Har bitta usta yoki har bitta mutaxassis kelib shu mashish bilan shug'ullanishdan oldin devor shu qilinadigan narsani tekisligiga anaqaligini qabul qilib olish kerak. Agar joyimiz notekis yoki qiyshuvroq qilingan bo'lsa, bu anaqamizni o'xshamasdan chiqadi. Chunki bu yerda masalan bitta narsa, masalan gips kartonni bilishadi, patologlarda ishlashadi, devorlarni bo'lishlarda, перегородкаlarda ishlatadi. Gips kartonda 1 sm 1 sm razница berib olsa, chiqisi yo'q. To'g'rilab olsa bo'ladi. Bundan keyingi malyarlar to'g'rilab olsa bo'ladi. Lekin bu bittada o'sha belovoy chiqib beradigan narsa. Yakuniy, finishni deydi. Shuning uchun bu yerda o'sha millimetr ishlanadi. Bitta 1-2 millimetr xato qilib qo'ysa, butun boshqa bitta mahsulotni birakka chiqarishga sabab bo'lib qolsa, o'shaning uchun bu yerda millimetr hammasi. Yo, bu narsa klientga o'ynaydi yoki ustaga to'g'rimi? Kelishuvga bog'liq. Endi bu masalan, bu endi kelishuvga bog'liq emas. Bu bizdan oldingi bizga devorni tayyorlab berib ketgan ustalar malakasi. Ustalar malakasiga bor. Joyi ko'p holatlarga boramiz, joyiga borib ko'ramiz. O'shanda nima deydi? Joylar yaxshi tayyorlanmagan bo'ladi. O'zimizning maslahatimizni beramiz. Shu bundan keyingi bizning ishimizning sifatli, chiroyli chiqishini xohlasanglar, bizga aytgan talabni, bizga aytgan narsalarni qilib beringlar. Masalan, devorni tekisligi, qiyshuvligi, yo'q qanaqa основаны to'g'riligini talab qilamiz. O'shalarni bizdan oldingi bo'lgan holatda chiroyli qilib to'g'rilab bersa, inshaalloh bizlarga ham kutilgan natijani berib chiroyli bir narsa kompozitsiya chiqadi. Rekada ishlab olsa ham bo'ladi-da. Примерно devorda agar suvab o'tirgandan ko'ra reka bilan ishga qolsa qanaqa bo'ladi? Ko'plar do'pillab qoladi, o'ynab qoladi. Biz hisoblab chiqamiz. Masalan, devor qilinganda, g'ishtdan qilinganda devorni mana shu bu yerda o'zi hammasi bambuk panel bilan обшиват qilingan. Bu yerda devor qilinganda suvoqdan keyin shu qora suvoq deyiladi. Suvoqdan keyin sirazi shu o'zini klegi bilan birga обшиват qilib bo'ladi. O'shanda biz hisob-kitob qilganimizda malyarka ishlarga qaraganda 15%, 17% hali arzonroq chiqadi. Anaqasi xizmat qilish muddati ham malyarkanikidan sal ko'proq bo'ladi. Ancha sal emas, ancha muncha ko'proq bo'ladi. Masalan, malyarkanikini qilganingizdan keyin malyarkaniki 5 yil turib bersa, bu уже 10 yil turib beradi. Qasddan ziyon yetkazmasa 10 yil turib beradi inshaalloh. Bitish muddati qanaqa bo'ladi? Misol uchun bitish muddati masalan 100 kvadrat metr. 100 kvadrat metr joy, 100 kvadrat metr devorimizni masalan malyarlashlaydigan bo'lsa, ularning o'zini bosqichi bor. Masalan, birinchi bo'yoqga tayyorgarlik, to'lg'ir shpaklovka, nollik shpaklovka, shu finishni deydi, bo'yoq ishlari bor. Masalan, 100 kvadrat metr joyga bir 3-4 kun vaqt ketadigan bo'lsa, malyarlar. Bambuk panelda nima deydi? Kapani qilib bosib ishlansa, 1,5 kunda bitkisi bo'ladi. To'xtab tashlasa bo'ladi bu narsa. Hozir ko'pchilikning xabari bo'lmayapti, lekin bu yana ham ommalashib ketadigan narsa to'g'ri. Kvadratini nech puldan qilyapti? Misol uchun qurilish qilmoqchi bo'lgan odamlar ko'p boshini og'ritib o'tirishingiz kelmaydi. Ma'lumot beramiz. Kvadrati nech puldan qilinadi deyilyapti. Hozirgi kunda bu bambuk panelda bizda hozir 3 xil
anaqaga bo'lib qo'yganmiz. Standart, komfort va premium. Masalan, standartnikini masalan $5 dan $6 qilinadi. Komfortnikini $10 dan $15 qilinadi. Premium qilinadigan, premium dizaynlar bo'yicha ishlaydigan bo'lsa, уже $15 dan $25 dizayndan kelib chiqqan holatda, yo mijozni o'sha klientni xohishdan kelib chiqqan holatda o'shanda kelishuv asosida bo'ladi. Shu 3 xil bo'limga bo'lib qo'yganmiz. Standart, komfort, premium. Bir xilda keladi, standartning nima deydi, keladi, premium dizaynni ko'rsatishadi, standartni narxida beraman deyishadi. Bu to'g'ri kelmaydi. Buni o'ziga yarasha mehnati bor, o'ziga yarasha nima deydi, javobgarligi bor. Bu yoqqa qaraganda ko'proq sal vaqt ham talab qiladigan narsa. Endi uni yana bundan keyingi bir ko'rishganimizda man sizga nima deydi, ko'rsatib beraman. Shu dizaynni ko'rsatib beraman. Qaysi biri standart deyiladi, qaysi biri komfort deyiladi, qaysi biri premium deyiladi. Buni batafsil keyinchalik gaplashib bo'ladi. Qiziqarli ma'lumotlar olish uchun uy quramizga a'zo bo'lib qo'ysanglar, men ham qiziq narsalarni chiqazib boramiz.